Beni sayda aylagan Gülli kızlar jamol Dugosh. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dugonam qani? Xotinimmi? Ha, onasiga ketdi. Ha, kelancha yuring gaplashib o'tiramiz. Mayli. Kulaklar Kelib yaxshi qilibsiz-da. Mana choy. Rahmat. Bu so'ragani ayb yo'q. Nimalarga qiziqasiz? Mushukchalarga qiziqaman. Mushukchalar. Nima qilibsiz? Hazillashaman. Yana nimalarga qiziqasiz? Shu desangiz, o'tlarni yaxshi ko'raman. O't. Cho'lda 100 ta otim bor. Usta. Ha. Bittasini nechga bering? Bu o'zim minsangiz bo'ling. Hazillashdim. Muskapak. Hey! Ha, Ismat, nimaga kelding? Gugurt so'rashga kelgandim. Gugurt? Ha. Guyda gugurt olmaganda oshxonangizdami? Mana qara Ismat, to'g'risini ayt, nimaga kelding? Ana qiz kim? Qarolmaymen Mana uyima kelgan odam bilan sen nima ishing bor kimligiga? Ha, просто so'radim-da. Ha, chiq ket. Chiq, gugurt yo'q, ket. Ona. Ket. Ayol ko'rasang, men ham uyim odam keladi. Dugonam qachon keladi? Keladi hozir, siqilman qani. Mana qarang qani. Nechinchi yilsiz? Nima qilasizlarni bilib? Ana. kulaklar Olsun. Hey! Ostaqdan qan yana o'g'ay odam keldi. Qara Ismat, nimaga keldingiz? Qarang, Sijon mahalladan kam ta'minlanan oilalarga yordam puli berilyapti. Bizdan yeminni sizni tanladi. Ama oldingi safar bir oy yugurdim, men bermadingiz-ku. Hayni shukina to'g'ri kelgan ekanda. To'g'risini ayting, nimaga keldingiz? Ana kim? Ha? Ana qiz kim? Sani nima ishing bor? Men ketdim, keyingi safar kelarman. O'tiravering, kelaydi. Ketdim, mayli. 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 Sog'. Nima ish edi salla?